Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Hamid. Kanalga xush kelibsizlar. Do'stlar, meni bu video murojaatim Ozodbek Nazarbekovga. Iltimos sizlardan, hurmatli yurtdoshlar, mana shu video murojaatimni kengroq tarqalishiga o'zgina hissalaringni qo'shinglar va maksimal repost qilaveringlar, yetib borsin kerakli joylariga. Bir vaqtlar eslasalaring, Ozodbek Nazarbekov akamiz chiqib turib, O'zbekda madaniyatiga, O'zbekda qadriyatiga tashqaridan tahdidlar bo'lyapti degan bir so'zlarni ishlatgan edilar. Va bu fikrga men qo'shilmayman. Sababi oxirgi vaqtlar va oxirgi yillar desam ham adashmagan bo'laman. Bizda O'zbekistonda televideniyega chiqariladigan har xil kinolar va kliplar, muzikalniy kliplar. Bulardan xulosa qilish mumkinki, Ozodbek Nazarbekov madaniyat vaziri bo'ldi-yu, bizda televideniyalarda madaniyat o'ldi desam xato qilmagan bo'laman. Men Ozodbek Nazarbekovga tuhmat qiladiganim yo'q. Men bu narsani ijtimoiy tarmoqlardan va bizda televideniyalarga uzatiladigan to'g'ridan-to'g'ri jonli efirlarda kino deymizmi, muzikalniy klip deymizmi, shularni ko'rib men o'zimning fikrimni bildiryapman. Hurmatli Ozodbek Nazarbekov, siz madaniyat vaziri bo'ldingiz-ku, bizda madaniyat umuman nolga tushdi. Oldinlari siz madaniyat vaziri bo'lmasingizdan oldin kinomi yo muzikalniy klipmi ozgina 18+ joyiga aloqali joyi bo'lsa, o'sha insonlardan yo bo'lmasam o'sha firma deymizmi, tashkilot deymizmi, nima deydi uni men bilmadim-ku, yo litsenziyasini bekor qilardi, yo bir ma'lum bir darajada shtraf qilardi, yoki bo'lmasam televideniyaga chiqishga ruxsat berilmas edi. Oxirgi vaqtlar siz ruxsat beriladigan har xil kinolar, ya'ni qaynota bilan kelin yurib ketib qopti, yo kelin qaynog'i bilan yurib ketib qopti, har xil bir umuman bizda madaniyatga to'g'ri kelmaydigan kinolar televideniyada to'g'ridan-to'g'ri uzatilyapti. Xalq ham ko'ryapti va sizga bo'lgan o'zlarini tanqidiy fikrlarini ham bildirishyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Va ulardan biri oxirgi vaqtlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama bo'lgan ayrim bir muzikalniy klip. Qisqachasini men sizlarga qo'yib ko'rsataman. Mo'shna faqat rohat qilish mo'shna emas. Mo'shna beringlar mayli, yonimda yuringlar kavaler bo'lib, faqat rohat qilmanglar. Buni agar mag'zisini cho'qsalaring 18+ ga kiradi. Buni agar mag'zisini cho'qsalaring 18+ ga kiradi. Hurmatli Ozodbek Nazarbekov, endi sizga savol. O'zbekda madaniyatiga, O'zbekda qadriyatiga kim tahdid? Shaxsan mening fikrim, O'zbekda madaniyatiga, O'zbekda qadriyatiga tahdid bu siz va sizning jamoangiz. Sababi ko'rona har xil bo'lar bo'lmas. Ya'ni umuman bizda musulmon davlatga to'g'ri kelmaydigan kinolarni, muzikalniy kliplarga siz ruxsat beryapsiz, litsenziya beryapsiz. Bu albatta mening fikrim. Do'stlar, agar men qayerdadir noto'g'ri gapirgan bo'lsam, marhamat kommentariy ochiq bemalol o'zlaringni izohlaringni bildirishlaring mumkin.